O'rningdan tur. Qo'lingdan kelgani shumi? Chen, Sen uchun ustoz Chen. bu menga nima uchun kerak? Raqibingni keyingi harakatini oldindan his qilishing uchun sezgi organlaringni boshqara olishing kerak. Qarshi hujum juda ham oson. Buni hech qachon qilib ko'rmaganman. Tezda taslim bo'lma. Ustoz gayd bo'lganda hech qachon yengilmagan bo'lardi. Yana bir bor. Ha, mana bu boshqa gap. Maxluqchalar dunyosida vaziyat qizg'in bormoqda. Olg'a intiling va hujumga o'ting. Zetaroid va Gigaroidga aylanib, ritsarlikni qo'lga kiriting. Olg'a, Drabos! Og'riyapti. Bas qil, o'zingni yosh baladek tutma. Ay. Jinni ahvoli yaxshimi? Men ham shundan xavotirdaman. Ehtimol u Z evolyutsiyasini tezda o'rgana olmas. Men uni jarohatidan xavotirdaman. Ha, men ham shunday demoqchi edim. Balki bu ko'p mehnat talab qilar. Lekin ishonchim komilki, bir kun Jin Lord Desterorni yengadi. Albatta. Nima? Chendan yordam so'rashim kerakmi? Ha, albatta. Axir u afsonaviy ritsar Kaytoning shogirdi-ku. Qanday ajoyib g'oya. Demak, siz meni Lord Destroni yengishimni so'rayapsiz. Ha, bu bo'lishi mumkin emas. Nega mumkin emas? Ustozingni qotilidan qasos olishni istamaysanmi? Ustoz xuddi osmondagi bulutga o'xshaydi. Haqiqiy ritsar yerdagi hamma narsaga e'tibor qaratavermaydi. Uni Destro o'ldirmagan. Men bunga ishonmayman. Ha, men ishonmayman. Shuning uchun undan qasos olish shart emas demoqchimisan? G'alati. Kechiring, malikam. Hechqisi yo'q. Bilaman, bu oson emas. Men faqatgina jinni ritsar darajasiga yetish uchun kurashishga yordam bera olaman xolos. Yo'ldan qoching, buyuraman. Hozircha bu xonaga hech kimga ruxsat yo'q. Nima shovqin? Bu yerda nima qilyapsan? Shunaqa paytda. Men Hazrat oliylarga xabar keltirdim. Hazrat oliylar dam olmoqda. Xabarni o'zim yetkazib qo'yaman. Unday bo'lsa, buni ol. Sen menga nima berganding? U haqiqat urug'i emas, Valbus urug'i ekan. Demak, sen buni bajarding, shundaymi? Ha. Drakani zulmat qoplab oldi. Yo'q. Bu juda ham yaxshi. Nima? Endi Draka xalaqit bermaydi. Faqat malikani qal'aga qaytarish qoldi xolos. Yo'q. Hazrat oliylarini toshga aylantirib qo'yganingga ishonmayman. Bunga qanday jur'at etding? Voy! Ba'zi narsalarni bilib olding. Shunday emasmi? Endi ana u tomonga qara. Jin ursin. Nima? Yo'q. Qanchalik qiyin bo'lmasin, u qirollik muhrini berib yubormasligiga men harakat qildim. Sen uni olib keta olmaysan, Destro. Men bunga hech qachon yo'l qo'ymayman. Xo'jayiningga xiyonat qilding. Zindonga olib boring. Xo'p bo'ladi. Bu o'sha
Drakaga Valbus urug'ini otgan qizmi? Bu sening ishing emas. Bu meni vazifam. Urushga ko'proq jangchilarni jalb qilishim uchun. Men Gaytni o'g'lini ulg'aymasadan yo'q qilishni xohlayman. Bu meni vazifam. Undan qo'rqayapsanmi? Nima? Lord Destro, Nima bo'ldi? Malika Samo vodiysini samolyotda tark etgani haqida bizga xabar berildi. Nima? Zudlik bilan qidiruvni boshlang. Imkon qadar tezroq Malikani qaytaring. Tezroq. Xo'p bo'ladi. Men shu yerdaman. Shao! 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 Draka ol! Barcha sezgilaringni ishga sol. Dushmaningni senga bo'lgan hujumini butun tanang bilan his et. Burning bilan hidla va quloqlaring bilan eshit. Mana bunday. Unday emas. Lekin yaqinlashdim. Detroitga aylan! Shao! Shao! Dra! Shao! 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 Ana shunday. Lekin har tomonga qara. Barakalla, Jin. Yomonmas. Nima deysan, Jin? Men atrofni hattoki ko'zim bog'langan holda ham his qila olyapman. Meni ustoz deb chaqir. Qaranglar. Grand Prix boshlanadi. Bu qal'a musobaqasi. Bu musobaqa har 4 yilda o'tkaziladi. Musobaqada ishtirokchi g'olib bo'lsa, unga ritsar unvoni beriladi. Ustozchi. Aytchi, qanday qilib hozir Z evolyutsiyasiga ega bo'lsam bo'ladi? Ha? Sen endigina shug'ullanishni boshlading-ku. Qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Grand Prixda ritsarlikni qo'lga kiritsam, Destroni yo'q qilaman. Iltimos yordam ber. Doimgidek qaysarlik qiladi. Jin. Xo'sh. Yaxshi, roziman. Rostdanmi? Musobaqada qatnashamiz. Jin, men senga Z evolyutsiyasini butun vujuding bilan his qilishingga imkon beraman. Z evolyutsiyasi mohiyati va nihoyat Draka qani boshladik. Detroitga aylan. Detroitga aylan. Shao! 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 Ustoz Chen, ishonmayman. U jinni mutlaq himoya qila oladi. Bunaqa harakat qilishingda sen hech qachon Z evolyutsiyasini qo'lga kirita olmaysan, hech qachon. Yo'q. Draka o'rningdan tur. Hoziroq. Shao! Bu seni aybing, Jin. Nima? Draka
ustoz Gayt bilan bo'lganda juda ham kuchli edi. Maxluqning kuchi poygachini kuchiga bog'liq. Bunday tezlikda sen hech qachon ustoz Gayt darajasiga yeta olmaysan. Shavlon! Taslim bo'l va uyga qayt. Z evolyutsiyasini qo'lga kiritishni orzu ham qilma.